Hürmetlik Şərq Türkistanlı qarindoshlar, Roza aytыңlarga mübarek bolsun. Tövəndə Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Roza aytliq təbriknamasını diqqətinizə sunumuz. Assalamu alaykum Şərq Türkistan vətəndaşları. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hammamizning ulug' Ramazonda qilgan ibodatlarimiz qabul bo'lsin va duolarimiz ijobat bo'lsin. Shundaqla bu Ramazon bayramimizga muborak bo'lsin. Cenab-ı Allah bu bayramlarni eng qisqa zamonda mustaqil va hur Sharq Turkistonimizda billa xushallik ichida tabriklashga nasib qilsin. Amin. Qarindoshlar, Ramazon oyi Qur'on nozil bo'lgan oydir. Qur'on yaratquchimiz Allohning kalomidir. Qur'on shundoq bir muqaddas nur va qadrli kitobki, nada nozil bo'lgan bo'lsa, shu yerni muqaddaslashtirdi. Qaysi zamonda nozil bo'lgan bo'lsa, shu zamonni muqaddaslashtirdi. Kimga nozil bo'lgan bo'lsa, shu kishini qadrli qiladi. Qur'on Makka va Madinada nozil bo'ldi va bu shaharlarni ulug' qildi. Qur'on Muhammad alayhisalomga nozil bo'ldi va Muhammad alayhisalomni ulug' bir payg'ambar qildi. Qur'on Ramazon oyida nozil bo'ldi va Ramazon oyini ulug' bir oy qildi. Qur'on Ramazon kechalaridan bir kechada nozil bo'ldi va shu kechani qadrli qilib, qadr kechasiga aylantirdi. Ya'ni Qur'on shundoq bir ulug' kitobki, kimning qalbiga nozil bo'lgan bo'lsa, shu kishini qadrli qiladi, shu kishini uyg'otadi, shu kishini tiriltirdi va shu kishini pokizlaydi. Cenab-ı Allah qadrlik va qadrdon bo'lishimiz uchun, shundaqla ma'naviy kasalliklardan saqlayib kuchlanishimiz uchun bizning qalbimizning darvozasini Qur'onga ochishimizni xohlaydi. Xususan Ramazon oyini Qur'on oyi deb e'lon qilib, bu oyda Qur'onni qalbimizga nozil qilishni xohlaydi. Shuning uchun Ramazon oyida Qur'onni texmi ko'p o'qishni Rasululloh orqali bizga tavsiya qiladi. Shuning uchun Ramazon oyida qalbimizning darvozalarini Qur'onga to'liq ochib berishimiz kerak. Chunki Qur'on bir ulug' nurdir. Bu nur insonga yaqinlashgan sari insonning ichi nurlanadi, aqli uyg'onadi, iymoni jonlanadi, vijdoni pokizlanadi. Qalbiga iymon, vijdon, farosat va nomus qatorliq ma'naviy quvvatlarning hammasi qaytib keladi. Qur'on bir qalbga nozil bo'lgan bo'lsa, u qalbda iymon sulton bo'lgan bo'ladi. Iymon sultonligidagi qalbda do'st va dushman qarashi aniq bo'ladi. Bu qalbda haq ustidagi haq do'stlarga va adolatparvarlarga do'stlikdan boshqa narsa bo'lmagandek, dushmanlarga, zolimlarga va tajovuzchilarga histoshlik va sabtoshlikmi bo'lmaydi. Bu nuqtadan qaraganda Ramazon oyi materializm va modda asoratidan qutulish uchun ma'naviylashish va ruhiy chiniqish zamonidir. Bu chiniqishda ma'naviy pokizlik, ruhiy kuchlanish va iymoniy taraqqiyot nishon qilingan. Buningdagi oxirgi g'oya modda bilan ma'no, hissiyot bilan aql va nafs bilan ruh orasidagi tengpunglikni asliga keltirishdir. Bu tengpunglik Qur'on tilida fitrat deyiladi. Insonning moddiy tarafi kuchaygan sari ma'naviy tarafi ojizlaydi. Moddiy tarafi kengaygan sari ma'naviy tarafi taraydi. Moddiy tarafning azayishi insonlarning insonlik xususiyatlari bo'lgan iymonini, vijdonini, irfonini, hikmatini, aqlini va irodasini azaytadi va hatto yo'q qiladi. Insonning moddiy tarafi kengaygan sari shahvati kuchlanadi. Dunyo ishtihosi oshadi. Haq do'stlarga g'azab nafrati toshadi. Mol dunyo hirismanligi va tamoxo'rligi oshadi. Boshqalarni yaratmay o'zini ko'tarish xuyi paydo bo'ladi. Qo'rqinchoqlik, nomardlik, vafosizlik, riyokorlik, yolg'onchilik, samimiyatsizlik, xoinlik va munofiqlik qatorliq butun ma'naviy kasalliklar bosh ko'taradi. Qarindoshlar, ishlatilgan har qanday narsa kirilishidi, upraydi va hatto buziladi. Biz bu hayotda moddiy a'zolarimizdan ma'naviy a'zolarimizni qatma-qat ko'p qo'llanamiz. Masalan, bir kunda qo'limizni 100 qatim qo'llansak, qalbimizni 1000 qatim qo'llanamiz. Qo'limizni ba'zi ishlarimizda qo'llansak, qalbimizni har ishda qo'llanamiz. Chunki insonning har ishi qalbining tasdiqi yoki buyruqsiz ishga oshmaydi. Shuning uchun qalbimiz qo'limizdan texmi ko'p kirilishidi. Jismoniy salomatligimiz uchun qo'limizni pokiz tutishimiz kerak bo'lganidek, ruhiy va ma'naviy salomatligimiz uchun qalbimizni pokiz tutishimiz kerak. Chunki jismoniy kasallik bizning bu dunyoligimizga ziyon yetkazsa, ma'naviy kasallik bizning dunyo va oxiratligimizga ziyon yetkazadi. Qalb davomli inqilob qilib turadigan organ. Ichimizdagi va atrofimizdagi barliq qiliqlar, atrofimizdagi barliq gunohlar, Xitoy tajovuzchilarining aks-inqilobiy tashviqotlari, Xitoy sepida ishlaydigan milliy munofiqlarning barliq fitna fasadlari, odamiy va jinniy shaytonlarning vasvasalari, shaytonning g'altisi dajjal sistemalarining ezit quluqlari hammasi qalbimizga ta'sir ko'rsatadi.
qalbimizni kir qiladi, qalbimizni ojizlatadi. Qalbimiz mazkur dushmanning viruslari bilan yuqumlanib, to'g'ri tuzgun ishlayanmas bo'lib qoladi. Buni bilgan mehribon yaratquchimiz Alloh bu Qur'onni bizga hadiya qilib, Ramazon oyini Qur'on bilan pokizlanish zamoni qilib bekitgan. Shundaqla Ramazon orqali pokizlanishimizni, uyg'onishimizni, tirilishimizni va kuchlanib aslimizga kelishimizni xohlagan, shundaqla bu sababdan Ramazon ro'zasini bizga farz qilgan va Ramazonda Qur'onni qalbimizga qachalashni amr qilgan. Bu nuqtadan qaraganda Ramazon oyi yillik pokizlik zamoni. Bu oyda insonning butun ma'naviy organlari pokizlanib, asliga keltirildi. Bu oyda insonning ma'naviy dunyosi tirildirildi. Qalb poytaxti nafs tajovuzchilaridan ozod qilinib, iymon sultoni qayta taxtga chiqadi. Qalbdagi iymonning amonligini vijdon muhofizlari qo'g'daydigan bo'ladi. Ramazon oyida ma'naviyat askarlari tirilib, qalb poytaxtini nafs tajovuzchilaridan ozod qilib, iymon shayini asli vatani qalb taxtiga qaytarib kelganligi uchun Ramazon oyi oxirlashganda Ramazon bayrami qilamiz. Bu bayram dinimizda Eid deb o'qiladi. Bu kalima lug'atda qaytib kelish deganlik bo'lib, insonning o'z fitratiga qaytib kelishi. Shundaqla iymonning qalbga shoh sifatida qaytib kelishi ko'zda tutilgan. Shuning uchun bu bayramni ozodlik bayrami deyishga bo'ladi. Chunki Ramazonda qalb nafs kontrolligidan qutulib, iymonning rahbarligiga o'tgan bo'ladi. Shuning uchun bizmo bu kalimani bir oz uyg'urchalashtirib Eid deb ataymiz. Bu bayramda biz bir-birimiz bilan aytlashganda Heitingiz muborak bo'lsin deganlik, nafsingizni yenib, qalbingizdan nafs tajovuzchilarini qo'g'lab chiqarganligingiz muborak bo'lsin deganlikdir. Shundaqla qalb taxtingizga iymon shoyingizni qaytarib kelganligingiz muborak bo'lsin deganlikdir. Hammamizga ma'lumki, bayramlar azaldan buyuk inqiloblarni qilib, g'alaba qozonganlar tarafidan o'ttirg'i chiqarilgan. Ramazon va Qurban bayramlari Alloh tarafidan bayram qilib bekitilgan. Chunki Allohning qo'shuni bo'lgan mo'min musulmonlar bu bayramlardan burun ma'naviy jihatdan jihad qilib, nafs tajovuzchilarini yengib, qalb poytaxtini ozod qilib, iymon shayini o'z taxtiga qaytarib kelganligi uchun Janobi Alloh bu g'albini taqdirlab, Ramazon va Qurban bayramlarini musulmonlarga diniy bayram qilib bekitib bergan. Bu Ramazon bayrami nafsini yengalgan yigitlarga muborak bo'lsin. Bu Ramazon bayrami bu buyuk jihatda g'alaba qozongan mardlarga muborak bo'lsin. Bu Ramazon bayrami qalb poytaxtini ozod qila olganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram iymon sultonini qalb taxtiga chiqara olganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram to'g'ri yo'lga ergashganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'ziga xoinlik qilmaganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'z millatini suyalaydigan va Xitoy tajovuzchilaridan nafratlanadiganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'z baxti uchun mustaqillik maydoniga kelalaydigan vijdonliqlarga muborak bo'lsin. Bu bayram Xitoy tajovuzchilarining zulmi ostida ingrayotgan 40 million Sharq Turkiston xalqiga muborak bo'lsin. Bu bayram Allohning har turli ne'matiga muhtoj bo'lgan, ammo xoin bo'lmagan butun Sharq Turkiston xalqiga va butun islom dunyosiga muborak bo'lsin. Amin. Janobi Alloh Ramazon bayramini bizga diniy bayram qilib berganidek, bizga ona vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilib, shu ozodlik kunimizni milliy bayram qilishga nasib qilsin. Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, o'z vatanimizda o'z hokimiyatimizni o'zimizning poytaxtiga chiqarishga nasib qilsin. Amin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgündü Hükümeti Cumhur Reis İşxanası 2023 yılı 4. ayının 20. günü. Eydni aman esen hatırcam ötküzüşünlerine tilektaşımız. Kelar qitimki programımızda görüşkice Allah'a emanet bo'lgaysizlar.